Şərq Türkistan мәsəlisi və Xitay-Türkiyə münasibəti. Abduri Nuri Gürgür, Türk Ocaqları Pəxri Rəisi. Xitaylarning Şərq Türkistan xalqlariga yurgizayotgan diniy və madaniyat qirg'inchiligiga qarshi G'arb əlləri və kishilik huquq masalasida harakat qilayotgan xalqaro ommaviy tashkilotlar qattiq inkas qaytaryotdi. Amerika və Kanadadan keyin Yevropa İttifaqı Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan kishilik huquq dafsandichiligi sababidan 4 nafar Xitoy amaldori va bir organga jazo yurgizishni qaror qildi. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatining 2 dunyo urushidan keyingi cho'ng qirg'inchilikning biri ekanligini aytdi va Angliyaning Beijingdagi bosh elchisini Londonga chaqirdi. Minister inson qalbidan chiqqan bu qilmishlarning sun'iy hamro ko'rinishlari, hayot qolgan guvohchilarning bayonlari, Xitoy hukumatining o'zidan oshkorlanib qolgan ma'lumotlar hamda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq ishonchlik organlarning dokladlari orqali bu jinoyatlarning ba'zilarining isbotlanganligini qayd qildi. Onundan başqa diniy e'tiqodning va Uyg'ur tilining sistemalik holda chetga qiqilganligini tilga ilib, boshqa g'arb ellari bilan birlikda xalqaroning bu vaziyatga sukut qilmaydiganligini Beijingga bildirdiganligini aytdi. Onundan başqa xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatini ayiblagan Sunuq qalblar va hayot besim sababidan ayrilgan Uyg'ur oilalarining qabatlik tushi nomli doklad o'tgan hafta e'lon qilinib, oilasidan majburiy ayritilgan Uyg'urlarning darhol qo'yib berilib, oilasi bilan jam bo'lishi talab qilindi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini ayiblash g'arb ellarida kunsiri kuchayotgan kunimizda iqtisodiy ojiz Osiyo va Afrika ellari, hatto Turkiya bu qirg'inchilikqa sukut qilmoqda hamda Xitoyning o'z jinoyatlarini inkor qilib, atalmish terrorizmga qarshi kurashdan iborat o'zini oqlashga uringan kelishimlarga qo'l qo'yishmoqda. Ya'ni Xitoy bilan bir safda turishmoqda. Chunki Xitoy dunyoning eng chong iqtisodiy kuchidan biri bo'lib, g'oyat zo'r miqdorda iqtisodiy va moliya kuchi bor. Kommunist mustabid davlat sistemasi kapitalist iqtisodi bilan birlikda qo'l tutishib ilgirlayotdi. Zo'r miqdordagi mablag'ga ega yuzlarcha Xitoy shirkatlari Osiyo, Afrika ellərdə, shundoqla dunyoning har qaysi joylarida sanoat va har xil inshoot faoliyatlarini davomlashtiryotdi. Davlatlarni qarzga bo'g'iyotdi. Tabiiy boyliqlarni monopol qilyotdi. Akatsiya bozorlariga kiryotdi, o'tdilar ilyotdi. Amerika va Rossiyaning harbiy kuchi orqali jahongirlik qilish siyosatining aksicha Xitoy o'xshash maqsadda, lekin farqli uslub bilan dunyo xo'jadori bo'lishga urinayotdi. Bu iqtisodiy sohada unum ko'rsatyotdi. Amerika bu raqobatdan bearam bo'lmoqda. Türkiye bilan Xitoy o'rtasida tijorat summasi 22 milliard dollar bo'lib, Türkiye Xitoyga 2 milliard dollar qimmatida tovar sotadi. Xitoydan 20 milliard dollar qimmatida tovar import qiladi. Lekin Xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz faqat savdola emas. Yaqinqi kunlarda Xitoy shirkatlari davlatimizda farqli sohalardagi bozorlarda o'zini ko'rsatishga boshladi. 2014 yılı Xitayning KBC şirketi Türkiye'nin Tekstil Bankasıga 665 milyon lira berib, bankining 75,5% pay chekini setib oldi. 2015 yılı Costco Pacific 940 milyon dollarga Türkiye'nin eng cho'ng 3-chi porti bo'lgan Comfortning boshqarish huquqini setib oldi. Mazkur shirkat yana Saudiya Arabistondagi bir shirkat bilan birlashib 66,7 million dollarga Demier Cablo shirkatini, internet savdo shirkati Alibaba bo'lsa 2018 yili 728 milyon dollarga Türkiye'nin
Trendyol internet savdo şirketini setib oldi. Xitayning dunyoning eng cho'ng dunyoviy kuch bo'lish g'oyasining boshlang'ich plani bo'lgan bir yo'l bir balvoq qurilishining o'ttiri koridor davlati Turkiyada Xitoy hukumati Yavuz Sulton Selim ko'rigi va Shimoliy Marmara tashyo'lini boshqarish huquqining 51%ni 659,13 million dollarga setib olib, eng cho'ng sherikka aylandi. Yaqinqi 2 yilda Xitoyning Turkiya mazkur bankisi bilan swap, ya'ni pul almashtirish kelishimi tuzgan bo'lsa, mablag' sommasi haqida hech qanday ma'lumotimiz yo'q. Bir qancha yildan buyon Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan savdo va iqtisodiy munosabatining rivojlanishiga ergishib, Sharq Turkiston masalasini hukumat kun tartibdan chiqarib G'arb allari va xalqaro organlarning Xitoyni ayiblagan hujjatlarga qo'l qo'ymayotimiz hamda rasmiy izohatmo berilmayotidi. Bu sukut burundan tartib kommunist Xitoy hukumati bilan ideologiyalik munosabati bo'lgan, hatto Xitoyning bostirish siyosatini o'rinliq deb qaragan solchilar tarafidan qo'llab quvvatlanmoqda, olqishlanmoqda. Türkiye'de 3 yıldan buyon hukumatni qo'llaydigan gazet jurnallar va televiziya kanallari, ya'ni TRT, Sharq Turkiston bilan munosabatli xabarlarga o'rin bermayotidi. Halbuki bulardan ba'zilari ilgari bu haqda xabar berib qolmasdan Xitoyning bu qilmishlarining kishilarning diniy e'tiqodiga qilingan hujum ekanligini tushuntirish maqolalarini e'lon qiladi. Xitoy hozirmo iqtisodiy, texnika va harbiy kuchi bilan dunyoviy kuchlardan biri bo'lib, kunimizda Amerika va Rossiya bilan bir qatorda dunyodagi siyosiy va iqtisodiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatadigan, yo'nalishni belgilaydigan kuch markazlaridan birisi. Lekin uning bu kuchi Anqaraning 30 milliondan ortiq Türk va musulmonga qilingan zulmni ko'rmasga selib olishining sababi bo'lmasligi kerak. Morsi va hukumatining harbiy o'zgarish bilan og'dirib tashlanishi sababidan Misr bilan falastinliklarga qilingan zulmlar va G'azzaga embargo yurgizganlik sababidan Isroil bilan bo'lgan diplomatik munosabatimizni to'ngiltish nuqtasiga elib kelgan Erdo'g'an hukumatining Beijingga qarta bu darajada sukut ichida turishi, cheklik va muvofiq shaklda diplomatik til bilan ifoda bildirishdan o'zini qochirishi milliy va tarixiy jinoyatdir. Anqaraning bu pozitsiyasi yangi emas. Ecevit baş minister bo'lgan Turkiya 57-hukumati davridimi buningga o'xshash xatolik sodir bo'lgan bo'lib, 2000-yili Turkiyaga kelgan Xitoy davlat raisiga eng oliy mukofotimiz bo'lgan davlat medali berilgan edi. Bugungi kunda nurg'un g'arb davlatlari Uyg'urlarga qarta ilib berilayotgan kishilik huquq dafsandichiligi va bostirishlarni ayblab qolmasdan Xitoyga embargo qarorini chiqarish orqali ularni bu qilmishidan voz kechishga qistamoqda. Bu davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan savdo va iqtisodiy munosabatining ko'lami bizga qaraganda nihoyatda cho'ng. Ammo bu sababdan ularning Xitoy bilan bo'lgan bu munosabatlarda chekinish bo'lmadi. Chunki dunyo iqtisodida hamma odam bir-biriga muhtoj, ya'ni ularning o'zaro manfaati bor. Hech kim ansirab ketmasin. Turkiya xalqaro qonun qoidalariga amal qilishni talab qilyotidi deb Xitoy hukumati oramizdagi munosabatni to'ngiltishga urinmaydi. Chunki ular sodini bizdan ko'p yaxshi biladi. Ular o'zlarining bu sohada bizdan oz deganda 3 yoki 4 hassa ortiq foyda oladiganligini, strategiyalik plani bo'lgan bir balvoq bir yo'l planida bizning jo'grafiyalik o'rnimizning ahamiyatini bizdan obdan biladi. Xitoy Tashqi ishlar ministri 25 mart Anqaraga 2 kunlik ziyorat uchun keldi. Prezident Erdo'g'an tarafidan qabul qilindi. Mansabdoshi Mavlud Çavuşoğlu bilan uzun ko'rishdi. Lekin suhbat haqida tafsiliy izoh berilmadi.
Necha ay ilgari Sinovac vaksinasini ishlab chiqargan Xitoy shirkati bilan imzolangan kelishimga asosan 50 million vaksina 2 oydan 3 oygacha, yana 100 million vaksina 2 oydan keyin elimizga yetib kelishi kerakligi, ammo hozirgacha faqat 15 million vaksinaning yetib kelganligi. Bu məsələnin tezdən həll qılınışı tələb qılınğanlığı, Xitay ministerining bu toğruluq heç qandaq məlumatı yoxlığı və qaytıb barğandan keyin baş ministerga bu məsələni yetkizdiganlığını aytqanlığı bildirildi. Sinovac vaksinasiga G'arb ellarining shubha bilan muomala qilib, zakaz bermagan paytda Turkiyaning buning aksicha 100 million zakaz berishi bu vaksinaning tashviqotini qilib berdi. Bu sababdan bizga minnatdor bo'lishi kerak. İşləp chiqarish va savdo Xitoyda markazlik planlash va kontrol qilish ostida elib beriladigan bo'lib, vaksinaning Turkiyaga qachon avatildiganligi, qanchalik miqdorda bo'ladiganligi, shundaqla kechikish haqidagi ma'lumotdan Xitoy ministerining bexabar bo'lishi mumkin emas. Xitoy Tashqi ishlar ministeri davlatimizga kelganda bu to'g'riliq bir savolga duch keladiganligini qandaqmi bilmasin? Bu javobning diplomatiyadagi ma'nosi mundaq. Beijing necha oy ilgari biz kelishim qilgan vaksinaning kelmasligi sababidan bizning zo'r qiyinchilikqa duch kelganligimizni ko'ryotidi. Vaksinani ko'zir qilib, Turkiyaning Sharq Turkiston masalasiga aralashmasligini, sukut qilishini davomlashtirishni, hatto o'zaro qaytarib berish kelishimini majlisdan o'tkazishni istab-atidi. Qisqasi, u besim qilyotidi. İkki davlatning tashqi ishlar ministrlari uchrashishi odatdan tashqari yipiq holatda o'tdi. Bu darajadagi suhbatda ko'p uchraydigan birlashma axborot e'lon qilish yig'inimi bo'lmadi. Shundaqla qaysi masalalar muzokara qilinganligi to'g'risida hech qanday bayonotmi berilmadi. Halbuki G'arb davlatlari bilan Xitoy o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy jiddiylik kuchayotgan va Tinch okeanda o'zaro harbiy kuch ko'rsatish elib berilayotgan mezgilda dunyo jamoatchiligi bu ziyoratni qiziqish bilan kuzatyotidi. Suhbat jarayonida bizning vaksina haqidagi talablarimizga Xitoy Tashqi ishlar ministerining 3 yil ilgari imzolangan va oldingi yili Xitoy parlamenti tarafidan tasdiqlangan o'tkazib berish kelishimini Türkiye Büyük Milliy Majlisining kun tartibiga ilinmaganligini tilga ilib olmaganligini, tilga olgan bo'lsa, qanday javob berilganligini bilmaymiz. İnsaniyat tarixiga yezilgan va necha million Sharq Turkistonliklar qamalgan, g'oyat zo'r turmaga o'xshaydigan Sharq Turkiston har qanday sabab bilan nazardan saqit qilinib, unutildiriladigan masala emas. Biz ig'ir bexodlik ichida asrlar bo'yi qattiq uyquda yotgan, iqtisodiy va kimligini texi his qilmagan islom dunyosining beparvoligiga hayron qolmaymiz. Aksicha ichinimiz. Yana bir tarafdan 30 yil ilgari Sovet ittifoqining dunyoviy zilzila bilan gumron bo'lishi natijasida mustaqillikni qo'lga keltirgan Turkiy davlatlarining parvosizligidan qayg'uramiz. Lekin ularning Xitoy bilan chegirdosh bo'lishidan kelib chiqqan har vaqt tahdidga aylanadigan iqtisodiy, siyosiy va nomus besimining kuchayishi sababidan ularning pozitsiyasini mubolag'a qilmaslik kerak. Ammo Turkiya Cumhuriyetining ahvoli ularning hech biriga o'xshamaydi. Biz asrlardan buyon mustaqillikni saqlab kelgan birdan-bir turk va musulmon davlat. 1000 yildan buyon biz diniy va milliy kimligimizning mo'rimizga yuklagan mas'uliyatini izchil to'nib kelyapmiz. Irqdoshlarimiz va dindoshlarimizdan yuz o'rimidik. Eng qiyin vaqtlarimizdami kuchimizning yetishicha ularga yordam qildik. Biz qilgan bu yordamlarimiz uchun tamadi bo'lmadik. Bugunmi biz boshqacha pozitsiyada bo'la olmaymiz. Millatimizning mo'l tarixidan kelgan millatimizning xislati, izzat, hurmati, shon shuhratiga mos kelmaydigan pozitsiya o'zimizni inkor qilishdan boshqa narsa emas. Biz diplomatiyada qila oladigan ba'zi ishlar bor. Ularni qilmaslik, sukutda turish,
faqat siyosiy xatolik bo'libli qolmasdan balki milliy va tarixiy jinoyat bo'lib, buni hech kim ko'tarolmaydi. Uyg'urchalashtiruvchi Batur Qaraxonli. Manba Eski shahar Türk o'choqlari Facebook betidan ilindi.